Bu jinnilik Shuhratdagi kecha mash postingizni ko'rdimda keldim. Haqiqat originalini qo'shganmisiz, qo'shmaganmisiz orasiga deb qo'shganmisiz yoki ayting o'zingiz. 12 ta qo'yganman masjidga. Topsam menga ham aka. Bitta sanga emas, bu yerda kelib, mana misol uchun bizga mijoz bo'lgan insonlarga, bizda 3 millionlik savdo qilgan odamga mashina ichida qidirish imkoniyatini beramiz. 12 tasini topishingiz kerak mashina ichidan. Xo'p, men Shuhrat degan manchadan beri taniyman. Oyna bo'yicha odam aqliga sig'maydigan darajada ishlar qilib tashaganlar. Qo'lingizdan nimalar keladi aka? Amerikadami, Yevropadami, yo Dubaydami, farqi yo'q. Hatto qanaqa forma ko'rgan bo'lsa, o'sha formasini qilib berishga Alloh qodir qilgancha qo'limizdan keladi. Xo'p, Shuhrat aka qarang, mana shu videoni ko'rayotganlar uchun bitta o'yin o'tkazsin. Agarda kim shu videoni kommentariyasiga xohlagan chiroyli so'zini yozsa va u bir hafta ichida ko'p like yig'adigan bo'lsa, o'sha odamga bitta sovg'a bersa, nima sovg'a bera olamiz aka? 1 million so'mli oynani shundoq olib borib, komandamiz bilan ustunovka qilib beraman. Misol tariqasida har bitta odam uyida oynalar kerak bo'ladi. Ispaniyada yoki chiqib keturishda oynalarni shakllarini podsvetkali qilib, xohlasa ismini ham yozib beramiz oynalarga. Xohlagan variantda qilib berishimiz mumkin. Men o'zim ham menimcha kommentariy yozib qo'ysam kerak. Sizlar ham aktiv bo'linglar, chiroyli so'z yozinglar va bu videoni repost qilib tarqatinglar. Maksimalli 1 millionli narsani shundoq yutib olishinglar mumkin. Faqat sharti shu profilga obuna bo'lib, shu videoga like bosgan bo'lish shart.